Jigar, mashina olayotganingizda hech qachon bu xatolarni qilmang. Mashina olmoqchisiz, lekin texnikaga umuman tushunmasangiz, hech qachon bitta o'zingiz bozorga tushmang. Iloji boricha mashinani biladigan, tushunadigan odam bilan tushganingiz yaxshi. Chunki bitta o'zingiz tushganingizda, o'zingiz bilmagan holda ikkiga bo'lingan mashinani ham yep-yangi ekan deb olib borishingiz mumkin-da. Mashinadan yeb qo'ygan holatda ayb asosan bozorchida yo mashina sotgan odamda bo'lmaydi. Ayb sizda bo'ladi, chunki siz ko'rib olmagan hisoblanasiz. Ular nomiga bo'lsa ham aytishadi, nam yoqib. Mashinani ko'rib oling deb tushuntirib aytishadi. Yangi salondan mashina olmoqchi bo'lsangiz, o'shanda bitta o'zingiz borsangiz bo'ladi. Salondan mashina olayotganingizda ham shoshilish kerak emas. Bespravek mashinalarni ham bilmagan holatda yeb qo'yishinglar mumkin deb aytganimning sababini videoni oxirigacha ko'rsanglar tushuntirib beraman. BYD Qiyin Plus mashinasini qaysidir salon brokeri bu yerda 21 mingga qo'yib qo'ygan. Bunisida yili eskiroq bo'lsa ham 26 mingga qo'yib qo'ygan, xuddi shunaqa modelni. Men sizlarga jon kuydirib gapirganimning sababi bu mashina Ride Avtoda 19 mingdan sotiladi. Eng qizig'i bizadan umuman bank aralashtirmasdan nasiya savdoga ham olib ketsa bo'laveradi. Qolgan ma'lumotlarni opisiyaniyada yozib qoldiraman.